Assalamu aleyküm sevimli qarindoshlar. Mening mushu videosimni 7 yoshdan 70 yoshgacha har bir Uyg'ur erkek anlig'ish taqib qo'ygan qarindoshlar. Vatanimizda necha kundan beri en az onlagan Xitoy erkekleri Uyg'ur qizi bilan to'y qilaman deb torda oshkora tashviq qilishga boshladi. Buni hatta bir Uyg'urcha ovoz bilan bir ayol onlagan Uyg'ur Xitoyninki yeshi, iqtisodiy ahvoli, xizmatini tunishtirib tegadigan Uyg'ur qizi bo'lsa, men uchur qilinglar deb mushunda shunga tashviq qilgan bir videoni ko'rib qoldim qarindoshlar. Men bu videoni ko'rib yuraklarim parcha-parcha bo'lib ketdi. Her qandayki bir özünü musulman çağlaydigan, özün Uyg'ur erkek çağlaydigan, mening g'ururim bor, vicdanım bor deydigan her bir Uyg'ur erkek mana mushu vatandagi mushu Xitoy erkeklarining mushu videosi qarshi bir og'izdan bo'lsin yurak so'zinglarni qilinglar. Qarshiliginglarni bildiringlar. Namsiz bo'lsin bir nima yozinglar. Mana mushu Xitoyninki Uyg'ur qizi olaman deb oshkora chiqishiga qarshi turmagan her qandayki men Uyg'ur erkek da'vat qilganlarning erkeklikinglar yolg'on, erlikinglar yolg'on, meydanlardagi erkekning tuki emas, eshakning tuki. Belki gepim qo'pol deb ketgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin vatanimizda shu qadar zulm bo'laversa, shu qadar vatanimizdan mana bu shunday sharaf nomusimiz yanjilaversami, yana tehicha hech qanday da'vosi qatnashmayotgan. Bizga o'xshash da'vo qilayotganlarni qo'llash uyoqsi tursin tillayotgan nurg'unlagan insonlar tehicha mavjud. Alloh sizlarni isloh qilsin. Mana mushundaq turg'uliq nima uchun yana shu vatanlik zulmni inkor qilayotgan, hatto tunugun Xitoy konsulista, Xitoyning davlat bayramini o'tkazish qatnashayotgan shu so'zli Uyg'urlar, yana qaysi nomasi bilan, qaysi yuzi bilan mushu Xitoyning mana mushu bayramları qetilayotdi. Meni buning vicdanım, imanim hech narsa qabul qilolmayman qarindoshlar. Shuni deydiganimiz, hammamiz mana Xitoylarningki mana tashviqotga qarshi chiqaylik. Nima uchun Xitoy erkeklari Uyg'ur qizlarini olaman deydi? Buning eng chong sababini deb biray qarindoshlar. Hozir Xitoyning qizlari, ta'tilari, ma'nurlari o'zining Xitoy erlarini, erkeklarini yaratmay tegmayotdi. Çünkü Xitoy erlarining necha yillardan birki Xitoy qizlariga mas'uliyatsizligi. Qaysi yurtga borsa birdan xotin hep bu yoshlari. Beijingga borsa birini, Shanxayga borsa birini, Urumchiga borsa birini, chet elga borsa birini shunda qilib kofirlar bir Xitoy boyining ya boshlig'ining net yuziga xotnava ekan. Asas 190% pashavas ekan. Asas hammasi degandek haraqkesh, haraq ichib mas, xotna qaraydigidek kuch-quvvat yo'q. Şunun için Xitoy ayolları özününki şu mesuliyetsiz, şu meynet erlerini yaratmay, çetellik, Niger uçkusu mu, Pakistanlık uçkusu mu, Arap uçkusu mu, çetellikle boş ayakta batıdı. Xitoy erleri çok hutunsiz kılıp batıdı. Manım şu mesuliyetsiz, şu meynet tetilimi yaratmayan şu Xitoylar numus kınmay, Uygur kızıvallarını alamen dep turup teşvik kılıp batıdı. Hem de vatanımızı qarindoshlar belki qo'rqib, ansirab bunun karşılık göstermesi mümkün. Ama chet eldeki Uyg'urlar nimadan qo'rqaysizlar? Qachongish toshqandek yashaysizlar? Her bir erkeklikka deydiganim vicdaninglar bilan, imoninglar bilan yashanglar. Men bu so'zni vijdoni, imoni bilan yashamayotgan, qo'rqan yo'q, o'zining vataniga, millati qiziga ega chiqmayotganligi deyapman. Bu shuni har bir erkek anglashcha taqib qo'yani qarindoshlar. Vatanimizga, qarindoshlarımızga cho'qim ega chiqaylik. Chet ellik Uyg'urlar, Uyg'ur qizlar, cho'qim Uyg'ur erkak bilan to'y qilinglar. Buni necha qatam dedim. Inshaalloh Qubrtanis 5dan 10dan tug'inglar, Uyg'ur ko'paysin. Xitoy Uyg'urini tugatanmayotdi. Baqammisanglar bolalaringlarni mana men bekib beraman. Mana menga bersanglar bolalarim bilan ketib baqaman inshaalloh. Rizqini Alloh beradi. Men tirishib tirmishman inshaalloh. Suyimli qarindoshlar, nima uchun kommunist Xitoy yillardan beri Uyg'ur qizi bilan Uyg'ur Xitoyning to'yini qilaman deb kuchaydi? Nima uchun? Chunki kafir Uyg'urning nufusining ko'payib ketishini xohlamaydi. Hem Uyg'urlarning ko'payishida, Uyg'urlarning mavjudligida
devletimizin mevcutluğunda ve milletimizin mevcutluğunda en mühimi Uygur ayalları ve kızları ekenlikini o zalim Xitay obdan biladi. Ama özümüzün Uygur erlerimiz bunu bilale atamdık. Bilişimiz gerek. Biz mana bu Uygur kızlarımızı, Uygur analarımızı, başka millet ayalını, kızını bir kadarlaşıp biz onu kadarlaşmamız gerek. Bir küyünüz, onu küyünüşümüz gerek. Birini söylesimiz kundu, onu söylesimiz gerek. Biz özümüzün kız analarına, ayallarına iyi çıkışımız gerek. Bizden kız ayallarımız baş yeni o Xitayken kançaki bay pulava yani bir başka millet uçkap kasımı kütay kaskınane men bir Uygur kızı, men bir Uygur Müslüman, Uygur'a tigemen diye yer ekkirişimiz gerek karandaşlar. Şunun için Uygur erlerimiz güçlüğün vazife eğer. Uygur erlerimiz bir-birimizden abroyun tüküdüğün, hotullarını uruduğun, hotulları azar kılıdığın emas, hotullarımızı küyünüdüğün, ulanı beşimizi taş kılıdığın, ulanı hürmetleydiğin, ulanı suyuduğun, evladımızı köngülü bildiğinlerden dolayı. Ailemizi koğdasak, vatanımızı koğdap kalalayımız. Vatanımızı koğdağın vaktimizde, halkımızı koğdap kalalayımız. Şunun için bütün kırımdaşlara deydiğimiz, en avval ailenlerine, ayal ballarınlarına, kız analarına ilgi çıkınlar. Vatanımızda kırımdaşlara ilgi çıkınlar. Bu şu videosunu bütün dünyadaki Uygur anlığı takip koyanlar.